Taroveh namoziga kech qolgan odam nima qiladi? Javob: taroveh namozining vaqti xufton namozi o'qilgandan keyin boshlanadi. Xufton o'qimagan odamga hali taroveh namozining vaqti kirmagan bo'ladi. Kechikkan odam oldin o'zi xufton namozini farzini o'qib oladi va yolg'iz sunnatini o'qib oladi. Xufton namozini farz va sunnatini o'zi yolg'iz o'qib olgandan so'ng tarovehga kelgan joydan jamoatga qo'shilib oladi. Tarovehni jamoat bilan tugatadi, keyin jamoat bilan vitrni o'qib tugatadi. Keyin tarovehga necha rakatga kech qolgan bo'lsa, o'zi keyin alohida o'qib oladi. Shunda taroveh namozi mukammal bo'ladi. Vallohu alam. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'ati. Manba 11529-maqola. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bir odam masjidga keldi, qarasa taroveh namozi boshlanib bo'lgan. Keyin odam nima qiladi? Keyin odam hali xufton namozini o'qimagan. Shuning uchun xufton namozining 4 rakat farzini va 2 rakat sunnatini yolg'iz o'zi o'qib olar ekan. O'qib olgandan so'ng jamoatga kelgan joydan tarovehga qo'shilib olar ekan. Masalan, jamoatga tarovehni 3-rakatdan qo'shildi. 3-rakatdan boshlab 20 rakatni jamoatini o'qiydi. Keyin oxirida jamoatdan vitrda o'qiydi. Nima qolib ketdi? O'zi o'qimagan tarovehni 2 rakat qolib ketdi, to'g'rimi? Boshidagi 1-2 rakat qolib ketdi. Keyin uni ham o'zi alohida nima qilib olar ekan? Oxirida o'qib olar ekan. Ana o'shanda taroveh namozi mukammal bo'lar ekan. Endi savol, misol uchun kechikkan odam xufton namozini 4 rakat farz va 2 rakat sunnatni o'qimasdan to'g'ri qo'shilib olsa nima bo'ladi desa, unda taroveh namozi bo'lmay qolar ekan. Unda nafl namozi bo'lib qolar ekan. U ham o'sha maqolada to'liq holatda yozilgan. Diqqat qilamiz, ushbu savol-javobni biz O'zbekiston musulmonlar idorasiga tegishli bo'lgan fatvo hay'atidan oldik. Manbasi ekranda ko'rsatilgan. Taroveh namoziga qo'shimcha savol-javoblar agar siz YouTube'da bo'lsangiz, hozir ekranda chiqadi. Video ko'proq insonlarga yetib borish uchun like knopkasini bosib qo'yishni unutmang. Kirib kelgan Ramazon oyingiz muborak bo'lsin.